Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Legioner TV kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Keling do'stlar, birgalikda bugungi rolikka 5000 tadan ziyod like yig'amiz. Albatta bu Legioner TV kanali oilasi a'zolari qo'lidan keladi. Siz like bosib obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Qadrli do'stlar, bugun bir kunning o'zida barcha hamyurtlarimizning o'yinlari bo'lib o'tadi. Bashakshahir bugun Galatasarayga qarshi muhim uchrashuvda ishtirok etadi. Bundan tashqari, Manchester City Angliya Premyer Ligasining 30-turini Londonda Vyetnam jamoasiga qarshi o'tkazadi. Videoni oxirigacha tomosha qilsangiz, ushbu o'yinlarni qayerda jonli efirda ko'rishingiz mumkinligi to'g'risida aytib o'taman. Bugun Turkiya Superligasining 26-turidan o'rin olgan bahsda Galatasaray o'z maydonida Istanbulning Bashakshahir jamoasini qabul qiladi. Nuri Shahing boshchiligidagi yaxshi natijalar qayd etayotgan Bashakshahir bu o'yinda ochko olish uchun bor imkoniyatini ishga solishi kutilmoqda, chunki bugungi olinadigan ochkolar juda ham muhim. Fanatik nashri bugungi bellashuv oldidan ikki jamoaning taxminiy tarkiblarini e'lon qildi. Unga ko'ra, o'zbekistonlik futbolchilar Eldor Shomurodov hamda Abbosbek Fayzullayev o'yinni asosiy tarkibdan joy olib, uchrashuvni ilk daqiqalardan boshlashi mumkin. Galatasaray tarkibi: Ugurjon, Salahi, Singo, Sanchez, Yakobas, Torres, Lemina, Boris Alper, Sara, Lang, Osimhen. Bashakshahir jamoasi: Muhammad Barat, Opoku, Duete, Umut Gunesh, Omer Asli, Yusuf Sari, Fayzullayev, Prinich, Shomurodov, Selke. Ma'lumot uchun aytib o'taman do'stlar, bugungi uchrashuv Toshkent vaqti bilan kechki soat 22:00 da start oladi. Manchester City va Vyetnam o'rtasidagi uchrashuv esa 14-martdan 15-martga o'tar kechasi soat 1:00 da start oladi. Ushbu o'yinlarni do'stlar bizning rasmiy Telegram kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin. Telegram kanalimizga kommentariyada yozilgan silka orqali o'tasiz yoki bo'lmasam Telegram qidiruv joyiga Sport Plus YouTube so'zini kiritsangiz, Abduqodir Husanov nomli Telegram kanalimiz kelib chiqadi. Telegram kanalimizda bugungi barcha o'yinlar jonli efirda translyatsiya qilib beriladi. Shaharliklar o'z e'tiborini Premier Ligaga qaratmoqda va Nottingham Forestga qarshi o'z maydonida duranglardan keyin ushbu musobaqada yana g'alaba qozonishga intiladi. Pep Guardiola shogirdlari ushbu uchrashuvni Ispaniya poytaxtidagi UEFA Chempionlar Ligasi doirasidagi mag'lubiyatdan keyin yetib kelmoqda. O'sha o'yinda Real Madridning urugvaylik futbolchisi Federico Valverde birinchi bo'lim o'zida 3 ta gol urib raqib jamoa g'alabasini ta'minladi. Vyetnam jamoasida birinchi davrda dekabr oyida Etihad stadioniga keladigan ulardan ochko olishga hech qanday imkoniyat bo'lmagan edi, chunki Erling Haalandning 2 goli va Tijani Reindresning bitta aniq zarbasi Cityga 3-0 hisobidagi g'alabani ta'minlab bergandi. Endi Londonda Stadium arenasidagi ikkinchi to'qnashuv oldidan ikki jamoa ham mutlaqo turli holatlarda turibdi. Vyetnam ligada jon saqlab qolish uchun harakat qilmoqda va har bir ochko uchun tish tirnog'i bilan kurashadi. Manchester City esa Premier Liga chempionligi uchun kurashdan qolishi uchun g'alaba qozonishi kerak. Manchester City jarohatlanganlar ro'yxatida Yoshko Gvardiol, Matej Kovacic va Rico Lewis bor. Pep Guardiola juma kuni o'tkazilgan o'yin oldi matbuot anjumanida Erling Haaland o'yinga tayyor ekanini tasdiqladi. Manchester Cityga chempionat peshqadami Arsenal bilan ochkolar orasidagi farq yanada yaqinlashib ketmasligi uchun g'alaba zarur va Pep Guardiola so'zlariga ko'ra, jamoa bunga juda qattiq intilmoqda. Shuning uchun bu o'yin joriy mavsumning hal qiluvchi bosqichida juda muhim hisoblanadi. Londondagi stadiondagi bo'ladigan uchrashuv oldidan Manchester City tarkibi quyidagicha bo'lishi mumkin. Boshlang'ich tarkib: Janjuli Donnarumma, Nunes, Abduqodir Husanov, Gehi, Aytnuri, Nico, Bernardo, Sherki, O'Reilly, Haaland, Semenyo. Zaxiradagilar: Trafford, Stones, Diaz, Rodri, Reinders, Foden, Savinho, Marmush, Doku. Endi esa cityextra.com.uz portali hamyurtimiz Abduqodir Husanov to'g'risidagi fikrlarini havola qilaman do'stlar. Abduqodir Husanovning karyerasidagi yuksalish shunchalik ta'sirliki, uni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. O'zbekistonlik markaziy himoyachi qarshi hujumlarga qarshi haqiqiy qalqon hisoblanadi va Vyetnamga qarshi ham asosiy tarkibda maydonga tushishi mumkin. Ehtimol u klubga qarshi moslashish Mark Gehi bilan juftlik hosil qiladi deya fikr bildirgan cityextra.com.uz portali ekspertlari. Qadrli do'stlar, xullas barcha o'yinchilarimiz asosiy tarkibda maydonga tushadi va bugungi uchrashuvlarni aynan bizning rasmiy Telegram kanalimizda tomosha qilishingiz mumkin. Telegram kanalimizga kommentariyada yozilgan silka orqali o'tasiz yoki bo'lmasam Telegram qidiruv joyiga Sport Plus YouTube so'zini kiritsangiz, Abduqodir Husanov nomli Telegram kanalimiz kelib chiqadi.
Barchani Telegram kanalimizda kutib qolaman do'stlar. O'yinlarni birgalikda tomosha qilamiz. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Legioner TV kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.